Assalomu alaykum. Inaprom xalqaro 2025-yil ko'rgazmasiga xush kelibsiz. Ushbu ko'rgazmada biz o'z avtomobillarimizda ishtirok etmoqdamiz. Jumladan, Isuzu D-Max negizidagi ambulans avtomobilimiz O'zbekiston hududida hamda qo'shni davlatlarga eksport qilinishi bilan o'z mashhurligini qozongan. Jumladan, Afg'oniston Islom Respublikasiga 121 dona ushbu avtomobillar muvaffaqiyatli eksport qilingan. NPS 75 negizidagi avariya qutqaruv mashinasi ushbu avtomobil favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun eng kerakli avtomobillardan biri bo'lib hisoblanadi. NPR 75 shassisi negizidagi teleskopik minora. Aytgandek, ushbu minorani siz 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yillik muddatga foizsiz bo'lib to'lash orqali xarid qilishingiz mumkin. NQR 90 shassisi negizidagi o't o'chiruvchi avtomobil. Ushbu avtomobilimiz Avstriyaning dunyoga mashhur Rosenbauer kompaniyasi tomonidan jihozlangan. 3 litr hajmga ega eng full komplektatsiyadagi Isuzu D-Max avtomobilimiz va eksport bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan o'sha mashhur Saz 5060 avtobusimiz. Jumladan, ushbu avtobusimiz Qozog'iston Respublikasiga 1000 dan ortiq, Rossiya Federatsiyasiga 81 dona va qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga 100 dona eksport qilingan.